Assalomu alaykum barchaga. Yahudiylar kim? Zionistlar kim? Zionist yahudiylar kim? Mana shu savollarga javob topmoqchi bo'lsangiz, ushbu hujjatli filmni sizlarga tavsiya qilaman. Filmdagi asosiy qahramon mana shu yahudi qiz, Kolumbiya universitetining o'sha paytdagi Kolumbiya universitetining talabasi Zimon Zimmerman. Hujjatli film haqida qisqacha ma'lumot. Xullas, bu singlimiz Nyu-Yorkda tug'ilib o'sadi, yahudiylar oilasida, zionistlar oilasida, yoshligidan zionistlarni qo'llab-quvvatlovchi maktabga, bog'chaga boradi, Isroilga har doim borib kelib turadi. Shu bilan birga Kolumbiya universiteti talabasi bo'lgandan keyin tarix bo'yicha darslar olishni boshlaydi. Shunda o'rganadiki, Isroil bu noqonuniy, ya'ni o'ziga tegishli bo'lmagan davlat ustiga qurilayotgan falastinliklarni olib chiqib tashlab, genotsid oqibatida qurilayotgan mamlakat degan xulosaga keladi. Shu bilan birga zionistlikdan chiqadi. Zionistlikdan chiqqandan keyin ota-onasi oq qiladi, do'stlarini yo'qotadi, qarindoshlarini yo'qotadi. Xullas kalom juda qiyin ahvolga tushib qoladi. Mana shu qizi hikoyasi. Yana bir marta aytaman, farzandingiz agar ingliz tilini bilsa, o'zingiz ingliz tilini bilsangiz, chet mamlakatlarda yashayotgan bo'lsangiz yoki O'zbekistonda farzandingiz IELTS ga o'qiyotgan bo'lsa, o'zi umuman bo'ladi-ku, qanaqa qilib zionistlar paydo bo'lib qoldi, qanaqa qilib yahudiylar shunaqa ishlarni qilishi mumkin. Chunki bu kichkina videoni qilishimdan asosiy maqsadim farqiga tushunib olishimiz kerak. Zionistlar kim o'zi, yahudiylar kim o'zi, zionist yahudiylar kim o'zi. Chunki O'zbekiston har doim ya'ni o'sha tolerant mamlakat bo'lgan. Shuning uchun ham misol uchun men o'zim hali ham o'sha Buxoriy yahudiysi Abram Tolmasov shularni eshitib turaman. Adamlar injener bo'lib ishlaganlar, yahudiy do'stlari ko'p bo'lgan. Meni o'zim hozirgi ishim yahudiy professor nafaqaga chiqib ketganlar, meni ishga olishgan. Qizlarimni o'zimizda yahudiy do'stlarimiz ko'p. Shuning uchun ham uzr so'rayman. Shuning uchun ham qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, iltimos, yahudi kim, zionist kim, zionist yahudi kim, shuni farqiga alohida borib oling. Mana shu hujjatli filmni ko'rish mobaynida siz shuni nima deydi, farqiga bilib olasiz deb umid qilaman. Xullas kalom, bu singlimiz Kolumbiya asosiy qahramon, Kolumbiya universitetida o'qiganlar. Agar ko'rgan bo'lsangiz, Kolumbiya universiteti talabalari tomonidan juda ham ko'p namoyishlar bo'ldi. O'sha namoyishlarda nafaqat musulmonlar, balki millionlab yosh Amerikadagi yahudiylar ham qatnashgan. Sizlar o'ylamanglar televizorda ko'rib, faqat musulmonlar qilyapti deb. Yo'q, unaqa emas. Uni orasida xristianlar ham bor, dinsizlar ham bor, yahudiylar ham juda ham ko'p. Ya'ni bu singlimizning hikoyasi faqat bitta yahudiyning hikoyasi emas. Butun dunyo bo'ylab millionlab nima deydi, yahudiylar bizani nomimizni ishlatib Falastinda genotsid qilmagin degan namoyishlar bilan chiqishyapti. Ming afsus, mediani bilamiz, 4-muhokimat, 5-muhokimat o'shani nazorat qilishga harakat qilishadi. Shu bilan birga nimaga Kolumbiya universitetiga unaqa katta bosim bo'lgan? Chunki Kolumbiya universitetidan chiqadigan talabalar Amerika Qo'shma Shtatlarining kelajakdagi kongress odamlari, diplomatlari, kerak bo'lsa prezidentlarida. Nimaga o'sha kongress prezidentlarni qo'llab-quvvatlayapti? Chunki u yerda IPAC degan tashkilot bor. Shu videoda ham aytiladi. Isroil lobbichlari. Bu haqida kitob ham yozilgan. Kitobning birinchi avtori, muallifi John Mearsheimer, o'zlari yahudi bo'lgan odam, zionist bo'lgan odam, keyinchalik tarixni o'rganib, siyosatni o'rganib, bizani Amerikadagi nima deydi, kongressiga mana shu IPAC Isroil lobbichlari pora berib, deputatlarimizni sotib olyapti degan ma'nodagi kitob yozganlar. Agar o'zlari yahudi bo'lmaganlarida davni o'ldirib yuborishardi degan taxminlar ham bor. Umuman olganda mana shu insonni kuzatinglar, John Mearsheimer. Xullas, shunaqa. Endi bu Kolumbiya universitetidagi o'quvchilar, kelajakdagi o'sha kongress odamlar, bular bo'lsa Isroilni genotsidda ayblab turgan bir paytda. Shuning uchun ham Amerika hukumatı qaysidir ma'noda talabalarga bosim qilgan. O'zi umuman zionist kim, yahudi kim, zionist yahudiylar kim, shuni bilmoqchi bo'lsanglar, ko'ringlar. Ingliz tilini bilmasanglar, farzandinglar, ayniqsa qizinglar, o'g'linglar IELTS ga o'qiyotgan bo'lsa, birga o'tirib ko'ringlar. Bahonada ularga praktika bo'ladi. Hammamizga haqiqatni anglab olishda omad tilayman, o'zimga ham.